Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Do'stlar, oxirgi vaqtda murojaatlar ko'payyapti. Telefon qilib iltimos qilishyapti, ya'ni migratsiya sohasi bo'yicha. Ko'pchilik biladi, ayniqsa Rossiya territoriyasida yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz juda yaxshi biladi. Dokument masalasi bo'yicha tushunib-tushunmasdan xatolikka yo'l qo'yib, natijada qo'lga tushib, Rossiyada qamalib qolgan, muddatli qamoqxonalarda yotgan aka-ukalarimizni olib chiqib ketishliklari uchun prezidentimizga iltimos murojaat qiling degan takliflar ko'payyapti. Va hurmatli prezidentimizdan, Tashqi ishlar migratsiyasi agentligidan va deputatlarimizdan iltimos qilaman. Kelib turib bir shartnoma qilasizlarmi, bir taklif berasizlarmi? Rossiya territoriyasida muddatli qamoqda yotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni olib chiqib ketishliklaringizni men iltimos qilib so'rardim. Sababi u yerdagi holatni ko'rsangiz, bizda o'zbek millatiga bo'ladigan muomala umuman bir achinarli holatga kelib bo'lgan. Ya'ni farzandi bilan yotgan ayollar bor, 60 dan o'tgan yoshi keksa insonlar bor, yosh yigitlar qachon bizni jo'natar ekan, orada mana 3 oy o'tdi, 6 oy o'tdi, yil bo'ldi, hali jo'natgan yo'q deb video murojaatlar qilgan. Men iltimos qildim ba'zi birlardan video rolik qilib beringlar desa, menga aytayapti-ku, video rolik qilib bera olmaymiz. Agar video rolik qilib berib sizga tashlab bersak va bu narsani Rossiya hukumati ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolsa, bizga yanada ham battar bo'ladi. Chunki bu narsa bo'yicha o'zlari bizga ogohlantirgan. Hech kimga video murojaat qilmanglar, hech kimga telefon qilmanglar deb bizni ogohlantirib qo'ygan deb menga aytishyapti. Eng qizig'i, Rossiya territoriyasidagi elchixonalarimizga necha martalab telefon qildik, bu narsaga befarq. Bir marta telefonni ko'taradi, dardimizni eshitgandan keyin ikkinchi marta qaytarib telefon qilsak telefonni ko'tarmaydi degan gaplarda aytishyapti. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich va Tashqi ishlar migratsiyasi agentligi va deputatlarimizdan iltimos qilaman. O'zimning nomimdan ham, xalqning nomidan ham va Rossiya territoriyasida muddatli qamoqda yotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni nomidan ham men iltimos so'rayman. Kelib bir taklif berib, yo bo'lmasam bir shartnoma qilib, muddatli qamoqda yotgan aka-ukalarimizni, opa-singillarimizni olib chiqib ketinglar. Oddiy dokument masalasi, registratsiya, yo bo'lmasam patent, yoki bo'lmasam ishlab turgan joyidan FMS bosib, yo bo'lmasam amon bosib, qo'lga tushib, muddatli qamoqda yotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uje zonalarda shunchalar ko'p. Men to'g'risi ko'rib hayron qoldim. Menga videoda ko'rsatishyapti. Mana qancha odamlar yotibdi. O'zbek, tojik hammasini bitta joyga tiqib tashlagan. Nevjeli mana shu narsaga bizning hukumat bee'tibor. Nima uchun Rossiya zonasidagi posyolstvolarimiz bu narsaga bee'tibor? Nima uchun harakat qilishmaydi? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev Miromonovich, sizdan iltimos, Tashqi ishlar migratsiyasi agentligiga qaror chiqarib bering. Olib chiqib ketishsin bo'lardi. Odam o'ldirmagan, yo bo'lmasam o'g'irlik qilmagan, kimnidir puliga xiyonat qilmagan. Iltimoslardan mana shu narsaga bir jiddiyroq e'tibor beringlar.